Ferro brendini yengilliklar bilan tanishamiz. Orqamdagi molotok oddiy molotok emas, e'tibor beringlar. Hali bunaqasi O'zbekistonda bitta dona bo'lsa kerak. Ichidagi narsalarni ko'rsanglar, shokka tushasizlar. Yengilliklarni zo'rlari kelgan. Ketdi. $14,5 ga katta kichkina bo'ladigan, ya'ni teleskopichskiy SK5 karbon materialdan qilingan lezvalari bilan yangi shoh qaychini ko'rishingiz mumkin. Necha metrga ko'tariladi? 44,000 so'mga arziydimi yo'qmi? Voy, mana 3 metr bo'ldimi? Mana buni qarab bo'z. Yaqinroqdan ko'rsat. Alana tepada turibdi. Mana 3.30, 3. Voy, 4 metr. Necha metr buni qaranglar, balandligini. 3.90 ko'tarildi. 44,000 midi narxi? 44,000 so'mga arziydimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Eng qizig'i bu hali hammasi emas. Mana buni qarang. Qo'lingizdan tushib ketsa ham hech narsa bo'lmaydigani yengichasi Ferrodan keldi. Pro modelini olasiz. Ruchnoy metrli kerak emas, lazerniy kerak. Yengichasi deydigan bo'lsangiz, mana yengicha 50 metrli lazerni danlamaylar ham chiqib ketgan. Men bunisini ko'rmagan edim. Britanskiysi bo'ladi. Mixi mana bitta o'zi ushab turadi magniti bilan. Buni ko'rganmidingiz yo'qmi? Britanskiysi. Xullas, buni nima uchun ishlatsa bo'ladi? Fikringizni yozib qoldiring kommentariyada va assortimentga bitta e'tibor bering. Mana bunisi rishni ham urib 2 bo'lakga ajratadigan varianti. Bunaqasini ko'rmagan edim. Nima vazifani bajaradi deb o'ylaysiz? Ko'ramiz siz bilan. Voy, mana buni qarang. Ishlashini ko'ring buni. $1,5 $3 pichoq naborlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bularning hammasi yengillik. Misol uchun mana shu boshimda turgan kaska ham yengilliklardan bittasi. Mana buni qarang. O'zini fonari bor. Mana bu tarafda ventilyator bor. Xohlagan rejimga qo'yaverasiz. Voy, boshim muzlab ketdi-yu. Bu hali hammasi emas. Ketdi. Zaklopchniy instrument 3.2 razmerdan 6 gacha nasadkasi bilan $9 chiqadi. Mebel cholkalarimizni eng yaxshi ko'radigan instrumentlar ham kelgan. Bilasizmi nima vazifa bajarishini? Ferroda yengillik, elektrodlar bor. Shuni sifatini sizlar bilan birga test ko'ramiz. Ferro brendining disklari 3 xil material kesadi. Alyuminium kesib beradi. 125 taligini donasining narxi 4,000 so'm. 7,5 so'mga 180 taligini olishingiz mumkin. 230 taligini narxi 10,5 so'm. Ferro brendining mahsulotlarini ishlatib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz. Ferro sifat ustuvorligi.